Men Maqsadali Fasadulloh, yoshim 12 yoshda Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanidan keldim. Sallax qishlog'ida tug'ilganman. Qishlog'imiz juda chiroyli. Biz abitlarda bolalar bilan cho'milgan boramiz, mol boqamiz. Abitdan keyin maktabga boramiz. Maktabda o'qib kelamiz. Odamlar yaxshi. Meni ko'rsa Asadulloh kelyapti, Hofiz kelyapti dedi. Oilada 5 kishimiz. Dadam san'atkor bo'lgan. Akamlar ham qiziqqan, muzikaniga borib yurgan. Shu qo'shiq aytardi. Dadam estrada yo'nalishida kuylaydilar. Men 5 yoshdan qo'shiq aytishni boshlaganman. Keyin 7 yoshdan dadam qo'shiq aytib ko'rasan deb konkursga borgan. Konkursga borgandan keyin shu yerdagi muzikanidagi odamlar meni topib olishib, shu qo'shiq aytkizib, muzikanida hozir o'qiyman. Men bugungi kunda Azamjon Doripov Azamjonning ustozi qo'lida tahsil olaman. Men muzika maktabimda qo'shimcha darsdan o'rganaman. Pianino, estrada, an'anaviy ijroga qiziqaman. Ko'p an'anaviy ijro ham berib turadi domla. Men shu paytgacha juda ham ko'p asarlar o'rganganman. Sartarosh, Bolalik, Tulpor, Daryo toshqin. Daryo toshqin, suvlar to'lqin, o'ta olmayman ey. Otim oriq, manzilimga yeta olmayman ey. Daryo toshqin, suvlar to'lqin, o'ta olmayman ey. Otim oriq, manzilimga yeta olmayman ey. Ah ukajonim ey, quralay ko'zim ey. Bizlardan ham ortiqmidi suyganingiz ey. Bizlardan ham ortiqmidi suyganingiz ey. Bir kun men shu konkurslarda ishtirok etib turganda, shu qo'shiqni eshitib qolganman, keyin domlaga aytib ko'rganda, aytaverasan degan bo'ldi. Men bu qo'shiqni o'rganishga bir kun vaqt ketgan. O'zimga yoqib qolganki, ustozim men so'kkada aytib ko'rasan degan. Bu qo'shiq umuman qiyin emas. Uyimizda gitara bor, ionika bilan shunda chalib turaman, dadamga qo'shiq aytib beraman, akalarimga qo'shiq aytib beraman. Akalarimga musiqa chalib beraman, ular ham qo'shiq aytishadi. Falcha aytib qo'ysam ham so'kishib, shunaqa qilmagin, boshqa nimalarda konkurslarda qiynalasan deyishadi. Men shu paytgacha Kamala yulduzlari, yoshlar ovozi, yana viloyatimizda ko'plab tanlovlarda ishtirok etganman. Men qatnashgan tanlovlardan ikkitasida 3-o'rin olganman, qolgan hammasida 1-o'rin olganman. Men kelajakda qo'shiqchi bo'lmoqchiman, katta Ozodbek Nazarbekovlarga o'xshagan. Menga ustozimiz Ozodbek Nazarbekovda nimam yoqmaydi degan qo'shiqlar yoqadi. Har ko'rganimda yorim ketadi tandan madorim. Har ko'rganimda yorim ketadi tandan madorim. Meniki bo'lsa yorim, davlatim yo'q borim. Aytgin, senga nimam yoqmaydi. Men bu qo'shiqni televideniyada ko'rganimda yoqib qolgan. Konsertlarda aytgan. Men bu yerga kelayotganimda uydagilarim hamma senga o'xshagan bola odam qo'rqmasdan o'zing ijodingni ko'rsatib ber dedi. Men hozir Munojot Yo'lchiyeva ustozimizdan sal hayajonlanib turibman. Men ustozimni har doimgidek kuzatib boraman. Ijrolari juda yoqadi. Men hozir ustozimizdan konkursda 10 ball kutyapman. Viloyat bosqichlari ayam aytib, Uchko'prikka bordi. Keyin aytkizib, 1-o'rinni oldim. 4-5 kundan keyin Farg'onaga bordi. Yerda ham 1-o'rinni olib, oliy o'rinlarni olib, shu yerga keldi. Bu yerda ham sartarosh qo'shiqni kuyladi va respublika bosqichiga ham shu qo'shiqni olib keldim. Ustozim shu qo'shiqni ayt dedi. Shu qo'shiqni aytib ko'rchi, konkurslarga shu bilan chiqaversan degan. Kaminaning nomlari Mulla Alijon Ali,
Qo'llari gul ishlariga o'zlari tilajonala. Hey hey do'stlarim, yurtimi to'y tomosha, bayrami xizmatida hey barakalloh ala jonala. Jongina mani kasbim o'zim sari tarosh, jon bilan dilim san'at o'zim sari tarosh, orami joney sarviravoney, orami joney sarviravoney. Men bu tanlovga katta umid, katta orzular bilan keldim. Xudo xolasa birinchi o'rinlarda ota-onamning yuzini yorib qo'ymoqchiman. Farg'onaga ketmoqchiman.